Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun geometriyada mavzuyimiz uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash. Avvalo uyga berilgan vazifalarni tekshirib olsak. Uyga vazifa sifatida 26-4-masalani bergandim. Birinchi rasmda berilganlarga ko'ra teng yonli trapetsiyalarning yuzini toping. B topshirig'i. Shu oldingi misolda qilgan ishlarimizni qilamiz. Uchburchak A, B, Y to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Burchak sinusi sinus 45 barobar qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati. Bundan BY balandlikni topsak, AB sinus 45 ga teng bo'ladi. Sinus 45 ning qiymati ilzosti 2 taqsim 2, AB ning qiymati 6, 6 bilan 2 qisqarishi natijasida BY balandligimiz 3 ilzosti 2 ga teng bo'ldi. Endi xuddi shunday kosinus 45 ni topsak, shu burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga nisbatini olamiz. Bundan AY ni topsak, AB ko'paygan kosinus 45 ga teng bo'ladi. Kosinus 45 ning qiymati ham ilzosti 2 taqsim 2 ga teng, AB ning qiymati 6 ga teng. Natijada AY ham 3 ilzosti 2 ga teng bo'ladi. Bizga trapetsiyaning katta asosini kerak bo'ladi. Trapetsiyaning katta asosi AD 2 ta AY plus BS ga teng. Natijada uni hisoblasak 8 ilzosti 2 ga teng chiqdi. Trapetsiyaning yuzini hisoblash uchun yetarli ma'lumotlar to'plandi. Endi trapetsiyaning yuzini hisoblasak S barobar BS plus AD taqsim 2 ko'paygan BY. Topilgan qiymatlarni o'rniga qo'ysak, trapetsiyaning yuzi 30 ga teng ekanligi chiqdi. Keyingi masala 26-4-masalani D'si. Unda ham xuddi shu ishlarni qilamiz. ABY uchburchak uchun sinus 60 gradus BY taqsim AB ga teng. BY ni topsak, AB sinus 60. Sinus 60 ilzosti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Natijada BY ni qiymati 7 ilzosti 3 taqsim 2 ga teng. Kosinus 60 topamiz. AY taqsim AB. AY ni o'zini topsak, AB ko'paygan kosinus 60. Kosinus 60 ning qiymati 1 taqsim 2 ga teng. 7 ko'paygan 1 taqsim 2, 7 taqsim 2. AY ning uzunligi 7 taqsim 2 ga teng ekan. Katta asosni uzunligini topamiz. AD barobar 2 ko'paygan AY plus BS. Buni hisoblasak 11 ga teng ekanligini topdik. Endi trapetsiyaning yuzini hisoblaydigan bo'lsak, S barobar BS plus AD taqsim 2 ko'paygan BY. Natijada trapetsiyaning yuzi 105 ilzosti 3 taqsim 4 ga teng ekanligini topdik. Keyingi masalamiz 26-7-masala. Aytayaptiki, teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 60 gradus bo'lsa, uchburchak balandligini asosiga nisbatini toping. Balandlik tushirib oldik. Balandlik tushirib olishimiz natijasida to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. 60 gradusli burchak qarshisidagi katetni 60 gradusli burchakka yopishgan katetga nisbati shu burchakning tangensiga teng ekanligini bilamiz. Demak, tangens 60 barobar h taqsim a taqsim 2. 2 suratiga chiqib ketsa 2h taqsim a. Tangens 60 ning qiymati ilzosti 3 ekanligini bilamiz. Demak, 2h taqsim a barobar ilzosti 3. Bundan h ni a ga nisbatan topsak, ilzosti 3 taqsim 2 ga teng ekanligini bildik. Bugungi mavzuyimiz uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash. Teorema aytadiki, uchburchak yuzi uning ikki tomoni bilan shu ikki tomon orasidagi burchak sinusi ko'paytmasining yarmiga teng. Bu teoremani isbotlaymiz. Quyidagi uchburchakni qaraymiz. ABC uchburchakdan BD balandlik tushiramiz. U holda birinchi rasmda ko'rsatilgan 3 ta holat bo'lishi mumkin. Biz faqat A shakl uchun isbotlaymiz. Xo'p, balandlik tushirganimizdan keyin BCD to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. C burchak bizga ma'lum deb hisoblaylik. U holda sinus C qarshisidagi katet BD taqsim BC. Bundan BD balandlikni topsak, BC ko'paygan sinus C. BC ni biz A deb olgandik. Natijada BD balandligimiz A ko'paygan sinus C bo'ldi. Bilamizki,
uchburchak yuzi, tomoni va unga tushirilgan balandligini ko'paytmasini yarmiga teng. Natijada SABS barobar 1 taqsim 2 AC ko'paygan BD. BD topilgan qiymatni olib kelib joyiga qo'ysak 1 taqsim 2 AB sinus S ekanligini topdik va teoremani isbotladik. Ikkinchi va uchinchi, ya'ni B va S shakllarini isbotini mustaqil o'zingizga qoldiraman. Ikkinchi teorema. Parallelogram yuzi, uning ikkita qo'shni tomoni va shu tomonlar orasidagi burchagi sinusining ko'paytmasiga teng ekanligini isbotlang debdi. Avval masala shartiga mos chizma chizib olamiz, ya'ni parallelogram. Belgilashlar kiritib olamiz. A B tomonini A deymiz, A D tomonini B deymiz. A burchagini alfa harfi bilan belgilab olamiz. B Y balandlik tushiramiz. B Y balandlik tushirishimiz natijasida A B Y to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Bu uchburchakdan sinus A ni topadigan bo'lsak, B Y ni A B ga nisbatiga teng. Bu tenglikdan B Y balandlikni topsam, A B sinus alfa ga teng bo'ladi. Demak, bilamizki parallelogramning yuzi tomoni va unga tushirilgan balandligini ko'paytmasiga teng edi. Ya'ni AD ko'paygan BY. BY ni qiymatini yuqorida topdik. Uni olib kelib bu joyga qo'ysak, AB sinus alfa ekanligini topamiz. Teorema isbotlandi. Endi masalalar yechishga o'tsak. Agar ABC uchburchakda AB tomon 6 cm, AC tomon 4 cm va A burchak 30 gradus bo'lsa, B shartida AC tomon 14 cm, BC tomon 7 ilzosda 3 cm, C burchak 60 gradus bo'lsa, D shartida BC tomon 3 cm, AB tomon 4 ilzosda 2 cm, B burchak 45 gradus bo'lsa, ABC uchburchagining yuzini toping deyilgan ekan. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizamiz. A shartida yuqorida isbotlangan formuladan foydalanadigan bo'lsak, SABS barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 6 ko'paygan 4 ko'paygan sinus 30. Sinus 30 ni qiymatini bilamizki 1 taqsim 2 ga teng. Natijada 1 taqsim 2 ko'paygan 6 ko'paygan 4 ko'paygan 1 taqsim 2. Mahrajdagi ikkita 2 suratdagi 4 bilan qisqarib ketsa, 6 ni o'zi qoladi. A shartida SABS 6 cm2 ga teng ekan. B'sida masalaga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz va yuqorida isbotlangan formuladan foydalanamiz. SABS barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 7 ilzosda 3 ko'paygan 14 ko'paygan sinus 60 barobar 1 taqsim 2 ko'paygan 7 ilzosda 3 ko'paygan 14 sinus 60 ni qiymati ilzosda 3 taqsim 2 ekanligini bilamiz, o'rniga qo'yamiz. Xo'p, natijada hisoblaganimizda 147 taqsim 2 cm2 chiqdi. 27-4 masala. Tomoni 7 ilzosda 2 cm va o'tmas burchagi 135 gradus bo'lgan romb yuzini toping debdi. Masala shartiga mos chizmani chizib oldik. Yuqorida parallelogram uchun isbotlagandik. Bilamizki, hamma tomoni teng bo'lgan parallelogram bu romb. Demak, parallelogramdagi formulalar rombda ham o'rinli bo'lar ekan. S barobar A ko'paygan A ko'paygan sinus 135. A ni qiymati 7 ilzosda 2 o'rniga qo'ysak, 7 ilzosda 2 ko'paygan 7 ilzosda 2 sinus 135 ni qiymati ilzosda 2 taqsim 2 ga teng. Hisoblashlarimiz natijasida rombning yuzi 49 ilzosda 2 cm2 ga teng chiqdi. Keyingi masala 27-6 masala. Yuzi 6 ilzosda 2 cm2 ga teng bo'lgan ABC uchburchakda AB barobar 9 cm, A burchak 45 gradus. Uchburchakning AC tomonini va shu tomonga tushirilgan balandligini toping deyilibdi. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz. Berilgan
S yuzi barobar 6 ilzosida 2 cm kvadrat, AB tomon 9 cm, burchak A 45 gradus. Yuqorida isbotlagan formulamizdan foydalanamiz. S barobar 1 taqsim 2 ko'paygan AB ko'paygan AC ko'paygan sinus 45. Bundan AC tomonni topadigan bo'lsak, 2S taqsim AB sinus 45 ga teng bo'ladi. Qiymatlarni o'rniga qo'yib hisoblasak, AC tomon 8 taqsim 3 cm ga teng chiqdi. Yana bilamizki, yuzi tomon va unga tushirilgan balandligini ko'paytmasini yarmiga teng. Ya'ni S barobar AC ko'paygan BH taqsim 2. Bundan BH ni uzunligini topadigan bo'lsak, BH barobar 2S taqsim AC. U ham barobar 9 ilzosida 2 taqsim 2 chiqdi. Uyga vazifa sifatida esa darslikning 83-sahifasidagi 27-7 va 27-8 masalalarni ishlashni uyga vazifa sifatida beraman. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, sog' salomat bo'ling.